Siz nimaga ko'rikka kelmayapsiz? Sizni jinoyatingiz juda ham jiddiy. Siz kasalingiz jiddiy. Siz bee'tibor bo'lyapsiz. Doktor, shu menga belgilangan moddani yengilrog'iga almashtirish ilojisi bormi? Yengilrog'iga? Bor. Faqat ozgina talab qiladi. Bo'ldi, men sizni tushundim. O'sha pulni olib kelib beraman. Yengilrog'iga almashtirib bersangiz bo'ldi. Ertaga kelaman xonangizga. Xo'p. Toshkent shahrida xuddi shu kabi ko'rinishda mahbusdan tibbiyot xodimi katta miqdorda pul talab qilgani ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida aniqlik kiritilishicha, Toshkent shahridagi koloniyalarning birida tibbiyot xodimi vazifasini bajaruvchi shifokor mahkumdan Jinoyat kodeksining 96-moddasida nazarda tutilgan majburiy davolanish choralarini yengillashtirib berish evaziga 7500 AQSh dollari miqdorida pora talab qilgan. Shuningdek, koloniya shifokori Toshkent viloyatining ko'p tarmoqli poliklinikasida jarroh bo'lib ishlovchi tanishi orqali ushbu pullarning 1,5 ming AQSh dollarini jazo muddatini o'tayotgan mahkumning ukasidan olganligini ham aytib, pulning qolgan qismini talab qilib kelayotgan 2 nafar shifokorga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mahkumning arizasiga asosan tezkor tadbir o'tkazilib, kelishilgan pul mablag'larini olayotgan vaqtida Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, jazoni ijro etish departamenti bo'yicha bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushbu shaxslar qo'lga olingan. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Sodir etgan jinoyatining badalini koloniyada o'tayotgan mahkum shifokorga pora taklif qilib, yana bir jinoyatga qo'l urdi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, pora berish ham, uni olish ham jinoyatdir.